Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilanning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asari. Bu asar Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglitildi. Qantar singan divonu lug'ati turk. Mahmud Buxorodagi madrasalarning birida mudarrislik qilayotganiga 4 yildan oshdi. Bir kuni u madrasadan chiqib ketib-atdi. Bozor maydonida o'ttir yoshlik bir kishi xaloyiqqa bir nimalarni da'vat etdi. Mahmud yaqin keldi. Heliq kishi o'zining yonida turgan 9-10 yoshlardagi bir o'g'il bolani qo'li bilan ko'rsatib, yuqori ovozda so'zlaydi. Hey musulmonlar, bu yetim bolaga ishinglar og'irsin. Beqib qo'ysanglar, cho'ng bo'lganda ishinglarga yarab qoladi. Alloh haqida shu yetim bolani beqib qo'yinglar. Bu boladan yanmasa Allohdan yanadi. Hey mo'minlar! Salom sizga ey oq ko'ngil odam, dedi Mahmud. Peqirning uyida bir chini choy ichishga paranglashsa qanday qaraysizkin? Yaxshi gap. Mahmudning uyiga kelgandan keyin heliq kishi yetim bolani tunishtirdi. Bu kishi asli Ilidan chiqqan savdogar bo'lib, Buxoroga yaqin bir yeziga kelganda bu bolani ochliqdan holsizlanib yo'l bo'yi yotgan holatda ko'rgan va ichi og'rib, uni o'zi bilan birga elib ketgan ekan. Bu bola Basmil qabilasidan bo'lib, ota-onasi bilan musofir bo'lib, bu yoqlarga kelib qolgan ekan. Keyin ota-onasi zimindarning eg'ir zulmi ostida vafot bo'ldi. Gap shu yerga kelganda yetim bola o'zini besib olmay isarib yig'lab ketdi. "Yig'lama bolam, yig'lama", dedi Mahmud uning beshini silab. "Amdi sening uying bo'ladi." Savdogar qaytib ketdi. "Eting nima o'g'lim?" deb so'radi Mahmud yetim bolaning yonida o'tirib. "Iltamur. Man qara Iltamur. Amdi sen mush uyning odami bo'lding. Men seni boqaman, o'qitaman, bo'lamdi." Iltamur un chiqmasdan beshini irg'itib qo'ydi. Mahmud shu kunla uni yuyundirdi va yangi kiyimlarni setib olib kiyindirdi. Bir necha kundan keyin Mahmud Iltamurni Shiraning yoniga o'ltirg'izib, oldiga daftarni qo'ydi. Qo'liga qalamni tutqizdi. "Bugun birinchi darsni boshlaymiz", dedi u. "Qara. Alif mundaq yoziladi. Xazinasi. Ba mundaq yoziladi. Xo'p, ustozim." Milodiya 1068-yili yetib keldi. Mahmudning Buxoro hokimi mahkamasida ishlaydigan bir yaqin birodari kelib keldi. U Mahmud bilan salomlashgandan keyin tuvandagi xabarni yetkazdi. "Samarqandda Ibrohim Topg'ashgan oliylar ajal sharobini ichibdi. Cho'ng Xozoda taxtga o'ltirib o'zining to'liq nomini Shamsul Mulk Topg'ashgan deb e'lon qildi. Lekin uning Buxoro hokim bo'lib turg'uchi kichik xonzoda o'tib qopti." Mahmud suhbat deshiga jiddiylashgan savol nazari bilan qarab qoldi. "Shuning bilan", deb so'zini davomlashtirdi mehmon. "Bu ishga hukmron hozir paylini buzib o'zaro urush qilish holatida turmoqda." Darvaqa Mahmud Qashqar bilan mahkim amaldori o'ttirsida shu suhbat bo'lib, 2 kun o'tganda Buxoro xalqi urush vahimasi ichida qoldi. Samarqand va Buxoro qo'shinlari bir-biriga qarshi otlanib chiqdi. Jangda Samarqand qo'shini g'alaba qozondi. Shuning bilan Shamsul Mulk butun Mavara un-Nahrning hukmroni bo'lib qoldi. Buxoro mahkamasidagi bir muncha amaldorlar Shamsul Mulkning jazosiga uchrashdan qo'rqib, bir qismi Qashqar, Xotan taraflariga, bir qismi Saljuqiylar tavasiga qochib ketdi. Mahmud Qashqari garchi bu jangga qatnashmagan bo'lsa-mu, Shamsul Mulk bilan toza chiqishib ketolmaydi. Shunga u Saljuqiylar xonligining sobiq ostonasi bo'lgan Nishapur shahriga ko'chib ketdi. Milodiya 1071-yili kiray deb qolgan edi. Nishapur
Saljuqiylar xonligining buyuk sultoni Olib Arslan Mahmud Qashqarini dargohiga chaqirib suhbatlashdi. Bag'dodga berib xizmat qilishga ra'yingiz qandoqkin, Mavlona Mahmud Qashqari? So'radi Olib Arslan. Bu mening uzundan beri ko'nglimga pukib kelayotgan orzuyim, Sultonul Azam, dedi Mahmud. Olib Arslan yana mundaq dedi. Hozir arablar ichida turk tilini o'rganish qizg'inlik avj olmoqda. Shunga hazratlari Bag'dodga berib, Abbay Islo sulolasining mo'tvarlariga turk tilidan dars o'tgan bo'lsangiz, ko'ngildagidek ish bo'ladi. Bosh ustiga Sultonul Azam. Olib Arslan o'zining qo'l ostidagi bir amaldarni Mahmudga qo'shib berdi. Shu amaldor Mahmudni Bag'dodga elib bordi va u yerdagi Nizomiya madrasasining bosh muddarrisi G'azzoli Mahmudni xalifa ordisiga boshlab kirdi. Ordining qabulxonasidagi yumshoq ko'rpa va yostiqlar qo'yilgan supida xalifa qoyim o'tiradi. Yosh ikki qo'l to'gi qushning paylaridan yasalgan ikki yalpigishning uzun soplaridan tutib, uni ikki yondan yalpib turadi. Mahmud cho'nqur egilib ta'zim qildi. Mo'minlarning amri xalif qoyim hazratlariga Alloh o'zi rahmat qilg'ay, abadiy esanlik bergay, deb salom berdi u. Xalif qoyim salomlashib bo'lgandan keyin so'zlab kelib mundaq dedi. Bu yerdagi turk tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga eshiyotidu. Amaldorlarimiz har qaysi sohalardagi arboblar turk tilini o'rganishni talab qilyapti. Hozir bir qism turk til o'qituvchilari shahrimizdagi madrasalarga o'rinlashtirildi. Sizmi shu madrasalarimizdan birida dars o'tsangiz qandoq, Mavlona? Xalifa hazratlari, dedi Mahmud. O'qituvchilik xizmati mening tanlab olgan kasbim edi. Halbuki kaminlarning uzundan beri ko'ngliga pukib kelayotgan yana boshqa orzuyim bor edi. Bilmadim, hazratlari buningga nima deydi ekan. Ha, so'zlang, Mavlona. Uzundan beri yig'ilgan qo'l yozmalarimni ratlab, turk xalqlarining shivillarini selishtirish asosida bir divan yozmoqchi bo'lyapman, dedi Mahmud. Til masalalaridan boshqa yana turk qabilalarining tarixiga oid ma'lumotlar, ular yashaydigan joylar, qo'shoqlar, maqol tamsillar, munajjimlik, dorigarlik qatorliq mazmunlarni kirgizmoqchiman. Bu arablarning turk xalqlarini ko'proq tushunish uchun yaxshi qo'llanma bo'lg'adak, dedi xalifa. Mavlona, arabchani xuddi arablardek so'zlaydi ekansiz. Bu asarni arab tilida yozsangiz bo'ladi. Shundoq, arab tilida yozishni o'ylayapman. Yaxshi, amsa boshqalarni qo'yib turib shu ishga tutish qilg'aysiz. Mahmud xalifaning yenidan qaytib chiqqandan keyin shu kunla G'azzolining tunishtirishi bilan bir o'qituvchiga iltamurni o'qishga berdi. Nizomiya madrasasida o'qig'im bor, dedi iltamur mudomsiyib. Mahmud kulib turib uning beshini siladi. Sen kichik iltamur, dedi u. Nizomiya madrasasida maxsus mutaxassislar va davlat xodimlari tarbiyalanadi. Sen hozir o'qituvching o'tgan darslarni tirishib bo'lgan. Yeshing yana sal cho'ng bo'lganda men seni Nizomiya madrasasiga kirgizib qo'yaman. Mana mao jilatga, mao kitob, daftarlaringni sol. O'qituvchining uyiga boramiz. Ma'qul. Mahmud qo'l yozmalari selingan sanduqni ochdi va ko'ngli buzilgan holda Qashqarni o'polni esladi. Bo'zi, otsi, cho'lpanay, turumtay bir-birlab ko'z oldiga kelgili turdi. Mahmudning ko'zlaridan yosh agidi. Lekin u shu hamon o'rnidan dast turdi. "Yo'q", dedi u o'z-o'ziga. "Hissiyatga bundoq oson berilib ketishga bo'lmaydi. Men yana nurg'un ishlarni qilishim kerak." U yengidan g'ayratga kelib, sanduqdagi qo'l yozmalarini avaylab elib Shiraga va Shira atrofiga tizivatdi. U qog'ozlarni oldirmay varaqladi. Varaqlar orasidan go'yo Qashqar, Xotan, Balasag'un, Barisxonning mevilik bog'lari,
tog' va dalolari namoyon bo'layotgandek tuyulib ketdi. Mahmud Shiraning yenida o'tirdi. Mahmud qo'l yozmalarni Shiraning ishki yeniga dastalab qo'yib, Shiraga qog'ozlarni qo'ydi va arabcha yozma xat bilan Divanul Lug'ati turk deb yozdi. Ondan ikkinchi betni echib, boshqurgan Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Shuningdan keyin musulmon mualliflarning yozish uslubi bo'yicha Alloh va Muhammad alayhissalomga olqish madhiya so'zlarini izhor qildi. Amdi Muhammad o'g'li Husaynning farzandi Mahmudning so'zini anglag'aysiz. Shu so'zlar yozilib bo'lgandan keyin qalamni qo'yib, bir belgisiz nuqtaga tikilib, xiyol surib o'tirdi. Bir asnodan keyin u o'z kuchiga to'liq ishongan kishilarga xos qat'iylik bilan qalamni yana oldida yozishga kirishib ketdi. Saljuqiylar xonligining sultoni Olib Arslan milodiya 1072-yili kuzda zo'r qo'shin bilan Mavara-un-Nahirga zo'r qo'shin bilan yurish qildi. Jayhun daryosi bo'yidagi bir qo'g'onning qo'mondoni ularga qarshilik ko'rsatdi. Bir maydon jang bo'ldi. Jangda qo'rg'on muhofizatchilari mag'lub bo'ldi va ularning qo'mondoni asirga tushdi. Saljuq askarlari uni Olib Arslanning oldiga so'rashtirib akilishdi. Bu chaqda asirga tushgan qo'mondan qo'yniga yo'shirib qo'ygan xanjarni chiqardi-da, Olib Arslanning oldiga etilib bordi. Kuch bilan urilgan xanjar sultonning qo'rsqini yerib etdi. Saljuq askarlari xanjar tutgan asirni har tarafdan qilishlab, qiymi-chiymi qilib etdi. Sulton Olib Arslan shahid bo'ldi. Cho'ng xonzoda Jaloliddin Malikshoh taxtga varislik qildi. Her tarafga ot choptirib ketgan choparmanlar Saljuqiylar hukmronligidagi shaharlarning hokimlariga yuqori xabarni yetkazdi. Bag'dodning ko'cha va rastillarida har xil kishilar navbatdagi vaziyat ustida mulohiza yurgizatdi. Malikshohni yaxshi yigit deyishdi. Davlat ishlarini yaxshi boshqarib ketalarmi? Bosh vazir Nizol Mulk ish boshqaradi emasmi? U nihoyat qobil odam. Shundoq, u marhum Olib Arslan taxtga chiqqandan tortib bosh vazir bo'lib kelyotdi. To'g'ri. U bosh vazir bo'lsa, hamma ishlar burunqidek yaxshi bo'lib ketaveradi. Mahmudning yozgan qog'ozlari dasta bo'lib tizilib ketdi. U oxirgi bobni tamomlagandan keyin tövandagi qurlarni yozdi. Kitobni Hijriy 464-yili Jamoadiyal avvalning boshlarida yozishga kirishgan edim. 4 qatim qayta yozib, tuzitib va tahrirlab, Hijriy 466-yili Bilqut xazinasi oxirining 10-kuni dushanba tugatdim. Shunda qilib Mahmud Qashqarning milodiya 1072-yildan 1074-yili 2 yilgacha bo'lgan jarayonda kunlar va tunlarning chekini ayirmay butun vujud bilan berilib yozgan asri Turk tillar divoni oxirgi hisobda rasmiy bitib chiqdi. Mahmud Shira yenidan turib qaddini rosladi. Shu topda u xuddi cho'ng urushda g'alaba qozongan sarkardidek jasur va mag'rur ko'rinadi. Barakalloh Mavloni, asringizni yezib bo'psiz. Sizni tabriklayman. G'azzoli xushalliqida Mahmudning qo'lini qo'sh-qo'llab ching siqdi. Tashakkur, dedi Mahmud. Birdan paramlashgandan keyin Mahmud so'radi. Iltamor maktabni bitirdi. Uni Nizomiya madrasiga o'rinlashtirg'ili bo'ladimi? Bo'lmaydigan nimasi bor? dedi G'azzoli. Bu ishni men qo'yib beraman. Iltamor deb to'ladi Mahmud eshikni ochib. Bu yoqqa kel. Iltamor kirib eshik oldida to'xtadi. Hazrati G'azzoliga salom ber o'g'lim, dedi Mahmud. Bu zot endi sening ustozing bo'ladi. Iltamor cho'nqur egilib ta'zim qildi. Abbosiylar xalifasining sarigi bugun alohida saltanatli tus olgan edi. To'rdagi oltin taxtda xalifa Muqtadibi Amrulloh o'ltiradi.
Taxtning orqa tarafida ikki dedak qiz to'gi qushning qanotlaridan yasalgan uzun sapliq galbiguch bilan uni yelpib turardi. Taxtning ikki yenidan pagohgacha amaldorlar va olimlar gilam ustida o'ltirishgan edi. Murosim rasmiy o'tirg'i chiqib e'lon qilindi. Hozir Hazrati Mahmud Qashqari o'zining Divonu Lug'ati Turk nomli asarni xalifaga taqdim qildi. Mahmud o'rnidan turib taxtning oldiga keldi. Qabul qilg'aysiz xalifa hazratlari, dedi u va kitobni qo'sh qo'llab oldiga uzatdi. Xalifa mu kitobni qo'sh qo'llab qabul qildi. Anglavatqaninglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Kindi qini to'kilgan tuproq. 1078-yili kuzda butun Bag'dod xalqi tavrab ketdi. Cho'ng yo'lning ikki tarafida odamlar sanjoq-sanjoq bo'lib ketgan edi. Saljuqiylar sultoni Malik Shoh o'z qo'shini bilan Bag'dod shahriga kirib o'tdi. Qasraqsimon savut va tushdubulga kelgan turk cheriklari qator-qator saf tortib o'tmoqda edi. Oq bo'z otga mingan Malik Shoh dubulg'isi ustidan navotrang yepak salla o'rg'an, uchisiga zarbob to'n kiyib, beliga qilish osgan edi. Uning kaynidan char soqolliq bosh vazir Nizomul Mulk oq qashqiliq to'ruq otga minib kelib o'tdi. Mahmud Qashqari, G'azzoli va Iltamurmu qarshi olg'uchilar qatorida turib, Malik Shohning Bag'doddagi Saljuqiylar qasriga kirib ketganligini ko'rdi. Bir necha kundan keyin Mahmud Qashqarni sulton Malik Shoh va bosh vazir Nizomul Mulk qabul qildi. Yana bir mezgil o'tgandan keyin bosh vazir Mahmudni devon begi bo'lishga taklif qildi. Mahmud dastlabda bu mansabga ancha qiziqmagan edi. Ammo keyin bu xizmatga kirishib ketdi. Uning vaqti oldirashchilik bilan o'tadigan bo'lib ketdi. U qo'l ostidagilar bilan suhbatlashadi. Fuqarolarning arz shikoyatlarini anglaydi. Bozor va bosh ishlarini tekshiradi. O'qitish sohasidagi ahvollarni surishtiradi. Ish qilib, uning jafoliq ajr singdirishi bilan Saljuqiylarning Bag'doddagi ma'muriy boshqarish ishlarida boshqa jonlanish manzarasi ko'rilishga boshladi. Malik Shohning kichik xonishi Jaloliya turgan xotun g'arbi Qorxoniylar xoqoni Shamsul Mulkning tog'asining qizi edi. O Samarqandlik malika Saljuqiylar sultoniga yotliq qilingandan keyin o'zini aqlli va qobiliyatli xona sifatida ko'rsatishga boshladi. Malik Shohmo uningga bek amroq edi. Shunga u bu qitim Bag'dodga shu xonishini billi elib kelgan edi. Sultan Malik Shohning uyi. Gelam ustiga kimxob yekandazlar, yo'lvos yilpiz terilar selingan. Uning ustiga kashtilangan tagilar qo'yilgan. Malik Shoh bilan turgan xotun noz-ne'matlar tizilgan dasturxon yenda paranglashib o'tiribdi. Oy yuzlik ikki qul qiz ularning kaynida turib, nepis qizil tovardan yasalgan yo'g'on yalpiguchlar bilan ularni yalpib salqinlatdi. Bu chaqda bosh vazir Nizomul Mulk kirdi. Salomdan keyin u sultonga mundoq dedi: Sultonul Azamga ma'lum bo'lsin-ki, har qaysi mahkimalarimizda ish bajaradigan amaldorlarimiz yetishmayotdi. Sultonul Azamga shundoq taklif bermanki, harbiy qismlarda vazifa o'tayotgan bir qism o'qimishliq zotlarni odam kamchil bo'layotgan tarmoqlarga yo'tkash lozim. Unda qilishga bo'lmasmikin? dedi sulton beshini chayqab. Nizomul Mulk ahvolni tushuntirdi. Xizmatlarni tartib solishda bir turkum layoqatsiz kishilar qisqartib etildi. Ularning o'rnini to'ldirish uchun qobil kishilarni tepish tez bo'lyapti. Shu chaqcha un chiqarmasdan bir chetda o'tirgan turgan xotin so'zga aralashdi. Ulug'larim ayibga buyurmasa, bu haqda men fikr yurgizib baqsam, dedi u. So'zlang, dedi Malik Shoh. Sarkardalarni qo'shindan ayirmay, boshqa joylardan odam yo'tkisak bo'lmasmi? dedi xonish.
Masalan, Samarqanddan, Qashqardan, umuman Qorxoniylar tavallikidagi joylardan odam yo'tkashga bo'ladi-ku. O yerlarda bilimlik odamlar nihoyat ko'p. Malisha Nizomul Mulkka qarab so'radi. Siz chiqqanda bosh vazir hazratlari. Bosh vazir bu fikrni rad qilishga asos topolmadi. Bosh vazir chiqib ketgandan keyin Turkan xotun Mahmud Qashqari to'g'risida so'z ochdi. Men Mahmud Qashqariga bir go'zal qul qizni sovg'a qilib beraymikin deb o'ylayapman. Bilmadim, sultonim qo'shilamdikin, dedi Turkan xotun. Qo'shilmaydigan nimasi bor? Malisha darhol rozilik berdi. Shunda qilishni muvofiq topgan bo'lsangiz, ixtiyoringiz o'zingizda. Anglasam, o talatuzga ko'p chiqmaydi ekan, deb so'zini davomlashtirdi Turkan xotun. Doim g'amkin xiyolchan yuradi ekan. Men uningga shundoq bir go'zal qizni taqdim qilayki, ko'ngli xush bo'lib qolsin, bo'ytaqliq azobidan qutulsin. Turkan xotun Mahmudga sovg'at qilgan qul qiz haqiqatan mo kishini tong qoldiradigan go'zal qiz edi. Orada amaldori uni haravaga o'ltirg'izib, Mahmudning hovlisiga akirib berdi. Qul qiz un chiqarmasdan Mahmudning kanidan minib uyga kirdi. Yeshinib o'tiring, dedi Mahmud. Bu uy endi sizning uyingiz. Qul qiz uzun to'nini silib, chumbalni beshidan oldi. Nima degan chiroyli qiz, degan xiyol Mahmudning mingsidan g'ilpam o'tib ketdi. Ismingiz nima? deb so'radi u. Gulpari, javob berdi qul qiz. Necha yoshga kirdingiz? so'radi Mahmud. 18, dedi Gulpari ko'zlarini yerdan olmay. Mahmud ortiq gap qilmadi. Chunki shu topda Gulparining peshonasidan munchaq ter chiqib, chiroyi totirib ketgan edi. O Mahmudning har bir so'zi, har bir harakatidan cho'chib titrab turibdi. Ma'qul, aram eling, dedi Mahmud. Mush bo'lma sizning hujrangiz bo'lsin. Nima lozim bo'lsa tartinmay ayting. Gulparining qo'rqish va hayojondan gap qilgudek madori qolmagan edi. U faqat ma'qul degan gapni ifodalab, bo'ston chashliq beshini ittik lanshitib qo'ydi. Mahmud uni o'z holiga qo'yishni muvofiq ko'rib, gap qilmay chiqib ketdi. Atsi nashtidan keyin Mahmud oshpazlik vazifasini o'tayotgan qiyri xizmatkordan so'radi. Gulpari bir narsa yedimi? Tunugun tomqini yemali yetib qoptikan-ku. Shunda qazirdim, dedi xizmatkor. O bugunmi hech nimaga eg'iz tekkizmay o'ltirdi. Uyimizda qul qizni saqlab nima qilamiz? dedi Eltamur. Men qul ishlatishni yaxshi ko'rmayman. Menni yaxshi ko'rmayman, o'g'lim, dedi Mahmud. Odamlarni hayvonning o'rnida xorlashni yaxshi ko'rmayman. Biroq bu qizni Turkan xotun shaxsan o'z so'q qilib bergan tursa, qabul qilmasligi bo'lmaydi-da. Eltamur beshini chayqab qo'yib gap qilmadi. Gulpari dastlabda Mahmud Qashqardan qo'rqib yotsirab yurgan edi. Keyincha Mahmudning oq ko'ngil, yaxshi niyatli odam ekanligini tushunishga boshladi. Qizim, dedi Mahmud bir kuni ishdan qaytib kelib Gulpariga. Siz bugundan boshlab qul emas. Turkan xotunga sizni o'rlik chiqirdiganligimni aytdim. Turkan xotin mo bu tarafimga rozi bo'ldi. Endi siz menga bola bo'ling, men sizga dada bo'lay. Ha, qizim, dada deb beqma, dedi yana Mahmud. Dada, dedi Gulpari bo'sh ovozda. Birdamdan keyin u etilib berib Mahmudning yeniga o'ltirdi va to'sib olqili bo'lmaydigan intilish bilan uning beliga yepishdi. Dada! Eltamur tarixchi bo'lib yetishib chiqdi. U doim o'z hujrasida tarixiy xotirlarni yozatdi.
bir kuni u qalamni elib amdiri yezishni boshlagan edi, tirilgan barbit sadosi anglandi. Eltamur yezishni to'xtatib quloq soldi. Barbit sadosi Gulparining hujrasi tarafdan kelib atdi. Eltamur parvo qilmay yezishga urinib baqdi, lekin aplashmadi. Fikrini markazlashtira olmadi. U tirikdi va qo'pib Gulparining hujrasini ko'zlab maqdi. U Gulpariga barbitni chalmang, ish qilishimga daxli yetkazyapsiz demoqchi edi. Lekin qizning hujrasi oldiga kelganda ixtiyorsiz to'xtab qoldi. Birdan o'ylab turib, beshini chayqadda kayniga yondi. Uni ranjitib qo'ymay, adabsizlik bo'lmasin deb asta kayniga qaytdi. Gulpari Eltamurning tirikishidan bexabar o'z hujrasida yolg'iz o'tirib, barbitni cheliverdi. Shu asnoda Mahmud Qashqari kelib qoldi. Gulpari beshini ko'tarib Mahmudni ko'rdi-da, darhol barbitni gelamga qo'yib, o'rnidan turdi. "O'ldiring, qizim", dedi Mahmud va o'zimi kirib gelamda o'ltirdi. "Barbitingizni so'ramay elib qo'ydim, dada", dedi Gulpari uning yeniga yukinib. "Kerak yo'q, qizim. Men sizning barbit chaladiganligingizni bilmabdiman. Amdi bu barbit sizning bo'lsin, qizim." Gulpari xushal bo'ldi. "Rasma, rahmat sizga, dada." Oradan yana bir yildan ko'proq vaqt o'tdi. Kunlarning birida Mahmud divandan qaytib, barbitning sadosini angladi-da, yangicha bir ahvolni bayqab to'xtab qoldi. Barbit sadosiga qo'shilib, Eltamur bilan Gulpari birlikda naqshi aytib. Mahmud bu yangicha ahvolga qiziqib, Gulparining hujrasi oldiga keldi. Qarasa, ular ikkisi bir-biriga yaqin o'tiradi. Ko'zlaridan o'tliq hissiyat urg'ib turadi. Shu tariqada ular butun dunyoni unutgan holda zo'q havas bilan naqshi aytishmoqda edi. Mahmud putining uchida dastlab o'z hujrasiga chiqib ketdi. Eltamur mo yigit bo'ldi. Gulpari mo bo'yiga yetgan qiz. deb o'yladi. U ularning to'yini qilib qo'yaydi. Mahmud Qashqari Eltamur bilan Gulparining to'yini o'tkazdi. Mehmonlar Mahmudga salom berdi. "To'yga muborak, hazratlari. Cho'ng savobli ish qildingiz, hazratim." Xonish Turkan xotunning qadam tashrif qilganligi to'yning tantanasiga yangi tantana qo'shdi. "Kelin qani, Gulpari singlimni ko'ray", dedi Turkan xotun xushtabassum bilan. U Gulpariga marvoyitlar bilan bezitilgan oltin tugmalik yepak ko'ylakni berdi. "Buni hozirlik kiyveling singlim", dedi u. Ondan u yana ikki tiziq go'harni Gulparining bo'yniga o'z qo'li bilan esib qo'ydi. Nag'ma navo rosa qizib ketdi. Ko'k chaqchaqlar avjiga ko'tarildi. Mahmudning uyqusi qochgan edi. Echib etilgan ro'jakdan ko'k osmondagi son-sanoqsiz yulduzlar chimirlab ko'rinib turardi. Tundagi jimjitlikda tuyuqsiz bir yangi jonning, bir buvoqning inga qilib yig'lig'ini anglandi. Hayal o'tmay, buvoqning yig'isi yana besiqdi. "Gulpari bolasini ematib atadi." Mahmud ixtiyorsiz turda o'zligidan tushunishib bo'lgan bu ishni ko'nglidan o'tkazdi. "Eltamurmo ota bo'ldi", deb yana o'yladi Mahmud. "O mening oldimga kelganda o'smir bola edi. Mana endi o'zining bolasi bo'ldi." Hamma odam, hamma jonliqlar uyquga ketgan. Faqat Mahmudla uxlay olmagan edi. Mahmud gilamga silingan to'shak ustida xiyol surib o'tirardi. Qashqardagi tuqqanlardan hozir kimlar hayot, kimlar yo'q, o'yladi u. Odam qiyrilgancha tuqqanlarni sevg'inadigan bo'lib qoladi ekan. Bu yerda G'azzoli bilan tuqqandek bo'lib qolgan edi. Ummo vafot bo'ldi. Mahmud yetib uxlashga urinib baqdi. Yo'q, uxlay olmadi.
oxirgi vaqtlardan buyon u yolg'iz qolsila ichi pushib parishonlikqa to'ladigan bo'lib qolgan edi. Hadisila Qashqarning onarliq bog'lari, Sochiya madrasining naqshlik tomlari, Opal va oziqdagi allaqachon olamdan o'tgan suyimli kishilarning unutilmas chiroylarini ko'z oldiga aylantirdi. Iltamur Nizamiya madrasasini tamomlagandan keyin shu madrasada muallim bo'ldi. Bir kuni Mahmud Iltamur bilan Gulparining hujrasiga kirdi. U o'ziga hurmat bildirib, o'rinlaridan turishgan bu bir juft yosh ayolga kulimsirab qaradi. "O'ltiringlar, qo'zg'almanglar", dedi u va yo'gakdagi bovoqni ko'tarib turgan Gulparining oldiga keldi. "Akalar, kichik Yusufni menga bergina", dedi u va bovoqni ko'tarib erkalatdi. Bu uyning yangidan dunyoga kelgan bu kichik a'zosiga Mahmud o'zi Yusuf deb ism qo'ygan edi. Yusuf xos hojibdek donishmand bo'lsin deb o'ylagan edi. Kichik Yusuf ingalab yig'lab ketdi. "Qo'rsqi ochdi uning", dedi Gulpari va bovoqni elib yondagi bo'limga chiqib ketdi. "Bir gapim bor, Iltamur", dedi Mahmud. "O'zing bilasan, bolam. Men asli Qashqarlik. Hozir Qashqarda otam bilan buvam qarshilashgan tarafning avlodlari hukm surayotgan bo'lg'ashqa, men qaytdim. Lekin yeshim cho'ngaygan siri oson ko'nglim buziladigan bo'lib qoldi. Endi qaytib ketaman. Hasan Bug'raxon kallamni olsin mayli. Kindiqinim to'kilgan tuproqqa yana qon to'kishga roziman. O'nchilikmi bo'lib ketmas ota", dedi u. "Hasan Bug'raxonning odillik va oliyjanoblik xeyri nomi bor. Sizlar Jo Iltamur, sizlarmi men bilan ketamsizlar?" deb so'radi Mahmud. Endi uning ko'zlari umid va iltijo ma'nosini ifodalab chaqnab ketdi. "Bizmi albatta siz bilan ketamiz", dedi Iltamur. "Bu nim deganingiz, dada?" Mahmud bilan Iltamur cho'chib eshik tarafga qarashdi. Gulpari yugurib kelib Mahmudning yeriga o'tirdi-da, uning qo'lini ching qisib tutdi. U o'g'li Yusufni qo'ltib qo'yib chiqqan edi. "Biz siz bilan ketmay nega borabdik?" dedi u. "Bundaqligicha Qashqariga ketimiz bolalarim. Yuringlar deblar bizni boshlab mangsingiz bo'lmadimi?" Mahmudning ko'zlariga yosh keldi. U Iltamur bilan Gulparini ishki yeniga tortib quchoqladi. Ularning boshlarini siladi. "Ma'qul amsa", dedi u. "Sulton Isfaxonga ketguncha qaytib kelmadi. Men Turkan xotundan Qashqarga ketishimizga ruxsat so'ray." "Bo'lmaydi", dedi Turkan xotun keskin talaffuzda. "Bag'doddagi ishlarimiz sizdek odamlarga ehtiyojli. Siz ketsangiz bo'lmaydi." Bu ayol huquqlari dastlabda Mahmud Qashqarini intayin xush muomala bilan izzat hurmatini qilib qarshi olgan edi. Ammo atoqli tilshunosning Qashqariga ketish to'g'risidagi iltimosini anglagandan keyin biroqli chiroyi o'ngdi va yuqorqidek kaskin talaffuz bilan inkas qaytirdi. Mahmud alam bilan beshini to'van soldi. U Turkan xotunning xulqi mijozini xeyli o'bdan tushunatdi. U og'zidan chiqqan gapida yonmaydi. Qalamandigini qilmay qolmaydi, deb o'yladi Mahmud umidsizlangan holda. "Hozirgi xizmat o'rningizdan rozi emasmi yo siz?" deb so'radi Turkan xotun. "Yo'qsa, undaq emas", dedi Mahmud. "Peqir mansab davosini qilib kelmadim." "Bo'ldi. Xizmatingizni yetkayman", dedi Turkan xotun. "Ertadan boshlab o'rdada xizmat qilasiz. O'rdada maslahatchi bo'ling. Sulton Malik Shohmo sizni burli maslahatchilik taklif qilmoqchi edi." Mahmud bu xonishning so'zman va tadbirlik ekanligini biladi. Lekin bunchalik kaskinlik bilan ish bejiradiganligini o'ylamagan edi.
u endi bu qudratli ayol hukmdorning qo'lidan chiqib, Tangritog' etaklariga ketolmaydiganligini tushundi. Yurtimni bir ko'rib olsam, aramanim yo'q edi. deb hasratli xitob qildi u. Orda ichi o'rto'pi bo'lib ketishdi. Sultan kasal bo'lib yetib qopti. Orda ahli o'zaro xabar yetkazishdi. Bosh vazir Nizamul-Mulk atidan kechgacha tinim topmay amaldor va xizmatkorlarni taraf-tarafga choptirib holni qo'ymadi. Ataqliq teviblarning hammasini yig'ib kelinglar. Malik Shohning kesiri so'zilib ketdi. Turkan xotun kech-kunduz uning yenidan ketmadi. U osh tomoqni uyquni unutdi. Kenzaklar uni orom elishga undaydi. Turkan xotun oliylari deydi ular. Birdan uxlab olg'aysiz. Teviblar bor, bizmi bor. Sultanul Azamning holidan obdan xabar olamiz. Turkan xotun uni aytdi. Hech kimning gapiga kirmaydi. Bandalarning muhabbati va tirishchanligi Malik Shohga shifolik baxsh etilmadi. 1092-yili u vafot bo'ldi. Shuningdan keyin o'rdada parokandichilik yuz berdi. Turkan xotun o'zining 5 yoshli o'g'li Mahmudni taxtga chiqarmoqchi bo'ldi. Bosh vazir uningga qarish turib, cho'ng shahzoda berish yoruq taxtga varislik qilish kerak dedi. Shuning bilan o'rdada qurolliq to'qinish kelib chiqdi. Turkan xotun dubulga savut kiyib, nozik qo'llarini kaskin shiltib, qo'shinlarni harakatga keltirdi. Bir kunning ichida butun Bag'dod Turkan xotunning qo'liga o'tdi. To'qinishda bosh vazir Nizamul-Mulk qazo topdi. Bir maydon fojia bosh vazirning o'limi bilan tizli oyoqlashdi. Turkan xotunga qarish turg'uchilar Bag'doddan chekinib chiqib ketdi. Oradan 3 oy vaqt o'tganda Saljuqiylarning poytaxti Isfahandan kelgan qo'shin Bag'dodni muhosiraga oldi. Shahar ichi ansizlik kuchundi. Ba'zilar eshik darvozalarini taqmoqda, ba'zilar qayoqlarga durib qochmoqda edi. Nurg'un kishilar o'rda cheriklariga qo'shilib, shahar muhofizligiga qatnashdi. Ularni shahar kirgizmaydi deb varqiraydi ular. Shaharga kirsa, hammamizni vayron qiladi. Eltamirmu o'pir-to'pir bo'lishib ketgan fidoilar to'pi ichida ittirilib, so'qilib yurib, sepil ustiga chiqib qoldi. Isfahan qo'shoni hujum boshladi. Bag'dod mudofiachilari ularning ustiga o'q-yodin o'q yog'dirdi. Yo'g'on toshlarni irg'itib etishdi. Qaynoq suv va qizitilgan yog'larni to'kishdi. Isfahanliklar shaharga besib kirdi. Eltamir tantirab qoldi. Uyoq bu yoqqa qalaymaqan yugurib qaytishayotgan cheriklar va fidoilar uni ittirib yiqitibdi. U kiyim-kechaklarini qiyiqishtirishga ulgurmay sepil pallan bidin pastga tushdi. Isfahandan kelgan otliq va piyoda cheriklar ko'ch-ko'ylarga tarqalib ilgirlamoqda edi. Eltamir sepildan tushishiga bir to'p cheriklarga duch keldi. Isfahanlik cheriklar uni tutib oldi va ittirib do'shkalab 20-30 asrning o'ttirsiga elib, tizmangda qamchilari bilan savob ketayotgan otliq cheriklarni ko'rdi. Eltamirmu shu asrlar to'piga qo'shilib qoldi. Zavol vaqti yaqinlashib qoldi. Mahmud Qashqar bilan Gulpari Eltamirning yo'liga qarab ko'zlari teshilgidek bo'ldi. "Men o'rdiga berib Eltamirning istak so'rqini qilib baqay", dedi Mahmud. U o'rdining oldidagi kang maydonga kelganda bir to'p cheriklar uni to'sib oldi. Cheriklar Mahmudni birdan so'roq qilishgandan keyin ularning boshlig'i buyruq qildi. "Tutinglar uni, opre gunduxonib sulab qo'yinglar. Keyin da o'jalarimiz surishtirib olsin." Nayzu tutgan 4 cherik Mahmudni ittirib mangdi. Gulpari yolg'iz qoldi deb yuragi aytishgan holda o'yladi Mahmud, lekin gap qilmadi. Gulpari kechicha uxlamay yig'lab chiqdi. At sahardala Gulpari purkanjisini yepinib uydan chiqdi.
dadam bilan Eltamurni izlayman deb qisqali tushuncha berdi u qeri xizmatkorga. Shu kuni va ertasi bo'lib 2 kun Gulpari ko'chma-ko'cha yurib, divan, qozixona va turli mahkamalarni oralab chiqdi. Ba'zi yerlarga kiradi, ba'zi yerlarga kirolmadi. Kirgan yerlarda sapla yangi amaldorlar bo'lg'ashqa, ular Eltamurni tonimaydi. Mahmud Qashqarning nomini anglagan bo'lsa-mu, o'zini ko'rib baxmagan edi. Onun ustiga ular bu ikkilarning nima bo'lganligini, hozir qayerda ekanligini bilmaydi. O'smir Sultan Berik Yoruq vazirlar bilan o'rtaga kirdi. Turkan xotun va uning o'g'li Mahmud qatl qilindi. Xaloyiq Gulparini oraga elib, o'rda oldiga to'plashdi va Mahmud Qashqarni Gunduxondan chiqarib etishni talab qildi. Yangi bosh vazir Mahmudning qamalganligini uqib, xafa bo'ldi va Mahmud Qashqarni ozod qilish to'g'risida buyruq berdi. Mahmud Qashqari Gunduxondan chiqib, darvoza oldida to'xtab qoldi. Sanjoq bo'lib to'plangan xaloyiq uni kutib turardi. Gulpari yig'lagan peti kishilar orasidan etilib chiqib, o'zini Mahmudning quchog'iga otdi. "Dada, jinim dada!" Mahmud Eltamur yozgan xotirlarni elib, o'rdada muhim xizmat qilayotgan Mavsuliga berdi. "Bu asarning muallifi kim?" so'radi Mavsuli. "Peyqarning bir yetim shogirdi", dedi Mahmud. Aradan 5 kun o'tganda bosh vazir o'zi Mahmud Qashqarni huzuriga chaqirdi. "Siz taqdim qilgan asarni zo'r qiziqish bilan o'qib chiqdim", dedi u. "Sizning o shogirdingiz hozir qayerda?" Mahmud Eltamurning ahvolini so'zlab berdi. "Bundoq odamlar bizga keraklik", dedi bosh vazir. "Uni Gunduxondan ozod qilamiz. U yana o'rnidan tarixchi bo'lsin." Eltamur shu kunila Gunduxondan bo'shtildi. Anglayotganinglar Beli Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qayta qad ko'tirgan Madrasa-i Mahmudiya. 1505-yili Bag'dod xalifasining o'rdasiga Qashqardan elchilar keldi. Bosh elchi xalifaning qubulxonasida Mahmud Qashqari bilan ko'rishdi va uningga Sharqiy Qorxoniylarning hozirgi xoqoni Arslanxonning maktubini topshirdi. "Ahmad Arslanxon oliylari sizga salom aytdi", dedi u. "Qora xoqonimiz sizning Qashqarga qaytib berishingizni orzu qiladi. Mana bu Arslanxonning Mavloni hazratlarini Qashqarga taklif qilib, o'z qo'li bilan yozgan xati." Mahmud xatni shu yerda o'qib chiqdi. "Yurtimni bak seg'indim", dedi u. "Endi ketaman. Qashqarga ketmasam bo'lmaydi." Uning ovozi titrab ketdi. Qashqar elchilarining karvoni Bag'doddan chiqib, kun chiqish tarafga yo'l oldi. Qatar tizilgan to'gilar va otliq muhofizatchilar uzun so'zilib, poyonsiz cho'lga ichkirilib ketib atdi. Mahmud Qashqari karvonning o'ttirisidagi bir to'gining 2 lokisi oraliqida bekitilgan soyvanlik o'rindiqda o'tirardi. Ilgari Mahmud faqat Qashqarga ketishni o'ylaydi. Mana endi karvon Qashqar yo'liga ilgirlagan siri xuddi uning Bag'dodda intayin muhim, qadrli bir nings qilayotgandek tuyulib ketdi. Bu shaharda o'tgan kunlarda u go'yoki dod basmas po'latdek tovlanib chiqdi. Xalqning hurmatiga sazovar ulug' olim bo'lib yetildi. Shu kunlarda u o'zining nodir asri Turk tillar divonini tarixning madaniyat xazinasiga taqdim qildi. Qashqarda Ahmad Arslanxon farishta sifat oqsoqolliq olimni qizg'in qarshi oldi. Bu farishta sifat bo'vay Mahmud Qashqari hassiga tayinib, o'rda darvozasi oldida bir asnogacha shuk bo'lib turib ketdi. U darvozadagi rangdor sirlangan o'yma naqshlarga, kungurlik sepillarga,
sepillar ustidagi nayza tutgan cheriklarga yenish-yenishlab qaraydi. Uning ko'z oldida yiroq o'tmishning xotiralari suratlanishga boshladi. U balaliq va yoshlik chaqlarida bu o'rdaga xuddi o'zining uyiga kirgandek kirib chiqib yuradi. Buvisi Muhammad Bug'roxon, otasi Husayn Arslan Ilxon, onasi Bobi Robiya mush o'rnida turgan. Olim darvoza oldida turib nurg'un asmlarni xiyolidan o'tkazdi. Mahmud xon sarayda bir necha kun turib orom olgandan keyin Opalga ketdi. Opal xalqi Qashqar yo'liga chiqib, olimni issiq mehri bilan kutib oldi. Mahmud soyivallik karvada o'tirib, atrofga to'ymay qaraydi. Ozi qal'asi ko'rindi. Uning nafsi bo'g'ilib, yuragi eg'ib ketayotgandek bo'ldi. "To'xtanglar. Men tushibmay", dedi u. Harvi to'xtadi. Eltamur bilan Gulpari Mahmudni yo'lashtirib harvidan tushirdi. "Men mush yerda tug'ilgan", dedi Mahmud qo'li bilan qal'ani ko'rsatib. Eltamur, Gulpari va ularning o'g'li Yusuf ulug' olimning tug'ilgan kandiga hayajonlangan holatda kirib keldi. Mahmud Eltamur bilan Yusufni boshlab chiqib, yo'l bo'yidagi bir xarobalikni ko'rsatdi. "Qaranglar", dedi u. "Bu asli madras edi. Buni men soldirgan va Madrasa-i Mahmudiya deb atagan edim. Men Qashqardan ketgandan keyin mutasib kuchlar ilm ma'rifatga bo'lgan o'shmanligi bilan bu madrasani vayron qilib tashlabdi. Balam Eltamur, biz bu xaroblik ustiga, ya'ni yangidan madras quramiz. Men qayradim. Bu ishni oxiriga yetkazolmay qolsam, sen davomlashtirg'in." "Cho'qim shunda qilaman, ota", dedi Eltamur uning qo'lini mahkam qisib turib. "Men mubar buva", dedi Yusuf. "Nimishqa men ish buyurmaysiz? Bu madrasani so'rishqa nima yordamlashiman?" Xaroblik o'rnida yeng madras qad ko'tardi. Cho'ng eshikning bosh tarafiga qizil sirda Madrasa-i Mahmudiya degan rusum xat yozilgan edi. Darsxonada Mahmud Qashqari qator tizilib o'tirgan taliblarga dars o'tmoqda edi. "Men sizlarga til, adabiyot va tarixdan dars o'tyapman. Sizlar yana boshqa fanlarni o'rganinglar. Boshqa ellarning hunar san'atiga ortiqchiliklarini o'zlashtiringlar. Buningdan keyin barliq keladigan yangi fan, yangi kasblarni texnika tirishib o'rganinglar. Shunda qilsanglar, o'zinglarmi xor bo'lmaysizlar. Ilmimiz davomli gullab yashnaydi." Yoshlarga ko'yinish hissiyoti bilan aytilayotgan nasihatlar ijdohatli taliblarning qalblariga abadiy o'ngmas naqshlardek chekilmoqda edi. Mahmud taliblar bilan billa madrasadan chiqdi. Yan ko'chadan bir buvay naqshi eltib chiqdi. Bir o'smir bola naqshiga tankash qilib sapoyi chalmoqda edi. "Bu qaysi naqsha?" deb so'radi Mahmud buvaydan. "Men burun anglamabdikanman. Qaraganda siz boshqa yurtdan kelgan o'xshaysiz", dedi buvay. "Bu naqsha Qashqar naqsi deb ataladi. Azizona Qashqardan Mahmud Qashqari ismli ulug' olim chiqdi. Bu naqshida shu olimga Mahdiya o'qiladi." "Siz Mahmud Qashqarni ko'rganmi?" deb so'radi taliblardan biri. "Yo'q, ko'rmagan", dedi buvay. "Lekin bu zot mening va ko'rmilgan odamlarning qalblaridan o'rin olgan." No'ruz bayrami
Mahmud Qashqari ko'pchilik bilan birlikda Novruz buloq yeniga rastlangan so'ringa kelib o'tirdi. Muhtaram hazratlari, dedi bir Mavlona Mahmud Qashqariga qarab. Ko'pchilikning bir talabi bor. Siz ilm fanning yuqori pallasiga chiqishdagi tajriba savoqlaringizni so'zlab bergan bo'lsingizgan. Ma'qul, dedi Mahmud. Mening tajriba savoqlarim bak oddiy. Hammasini yig'inchoqlaganda faqatla o'rganish degan bir so'zga markazlashudu. Natija yoritaman degan odam o'zligidan qitirqinib davomli o'rganish kerak. O'rgangan siri, kitob o'qigan siri o'zimizning biladiganlarimiz texi nihoyat oz ekanligini, bilishga, o'rganishga tegishli narsalarning nihoyat ko'p ekanligini his qilamiz. Hazrati Mavlona Mahmud Qashqari Bag'doddan qaytib kelib, Opaldagi o'zi soldirgan Mahmudiya madrasasida 8 yil mudarrislik qildi va 97 yoshida olamdan o'tdi. Allah uning bu ruhini qutlug' qilgan. Iltamur yezayotgan xotirasini yuqorqidek so'zlar bilan tamomladi. Matamli kiyimlarini kiygan Gulpari kirdi. Yezib bo'ldingizmi? So'radi u to'la yig'lab qizirib ketgan ko'zlari bilan eriga qarab. Yezib bo'ldim, dedi Iltamur. O odamlar ichidagi yaxshilarning yaxshisi edi. Gulpari shu so'zlarni aytganda yana ixtiyorsiz turda ko'zlaridan issiq yoshlar quyilib ketdi. Iltamurning o'g'li Yusuf Mahmud Qashqarining shirasi ustiga qog'ozlarni qo'yib, tövandagi qurlarni yozdi. Biz Mahmud Qashqaridek, Yusuf Xos Hojibdek, Balo Sog'undek mutafakkirlarning izini besishimiz kerak. Bundaq deganlik hammamiz tilshunos yoki adabiyotchi bo'lishimiz kerak deganlik emas albatta. Biz ularning insoniyat taraqqiyoti uchun hormay talmay kurash qilish, izdinish, dodillik bilan yangilik yaratish ruhiga varislik qilishimiz kerak. Buvam Mahmudning orzusi, umidi ham vasidi ana shundoq. Biz o'zimizdan burunqi ilg'or fikrlik odamlarning izidan menib, ular yetib borolmagan manzillarga berishimiz, ularning yo'lini davomlashtirib, ularning qadamlari yetmagan yangi yo'llarni echishimiz kerak. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Farhod Jilonning Buyuk tilshunos Mahmud Qashqari nomli asari bugun mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'iningizga rahmat. Şinjan Universiteti bilen Şinjan Beliqut şirketi birleşip işlep çıkargan Beliqut xazinesi Uyghur halkının örf-odat, meşhur şahs tibabat, maqal temsil, çöçek, rivayet qatarlıq Uyghur medeniyet xazinesideki bibaha göğerler. Karton ilipe, kanun nizam, işaret dili, ten terbiye, fizika, kimya qatarlıq 600'ün artık kesmi sahadaki Uygurca, Hanzuca, İngilizce 3 xil til, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini Beliqut'un bil. Beliqut xazinesi. Beliqut xazinesi, 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 Beliqut xazinesi.